Tuningoviy Spark chiqib qoldi, ya'ni tuning bo'lgan chiroyli. E'tiborimiz tortgan jihat tuning bo'lgan joyib bozorda ajralib, yaqqol ko'zga tashlanib turibdi. Ko'ringlar, telefon qilinglar, juda ham chiroyli bozorda yarki bo'lib ajralib turibdi. Esa Xadavoy O'zbekistonda yaxshi mashinalarda ham yumshoq, parkovga ham tanlamaydi, ketilaveradi. Qilamiz Spark'ga. Barter bor-a? Spark'ga. Aka o'zlari nima deyapti? Bo'laveradi. Bo'laveradi. Bo'ldi, hozir gaplashdik. Barterga Spark, Gentra bo'lishaverar ekan. Gap yo'q. Kanallarga, YouTube'ga, Instagram, Telegramga. Ha, u bilinmas ekan. Ha, bilinmaydi endi baba. Mana bu joyda ozgina bir qarichagina suyak butun bu yoqqa o'tmagan. Ozgina nimasi bor ekan. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Sizlarga Spark mashinalarining narx-navolari haqida ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Akalar, navbatdagi mashinamiz Spark. Oq rangda avtomat korobka, yili 2020 ekan, probegi 55 ming. Hech qancha yurmagan. Paysa 4 paysada ekan. O'sha ma'lumotni yaqinda ko'rsataverasiz. Kraskasi toza deyapti. Egalar bilan ham hozir gaplashib turibmiz. O'sha 4-paysa avtomatda benzinda ekan, hech qanaqa qo'yilmagan. Esimizda chiqib qolmasa telefon raqamini aytamiz. 90 253 57 57. Mashina ichki ko'rinishini havoramiz. Holatlari yaxshi, hurmatli operator. Juda ham zo'r. Spark ham esa Xadavoy O'zbekistonda yaxshi mashinalarda ham yumshoq, parkovga ham tanlamaydi, ketilaveradi. Tor yerda ham, keng yerda ham qiylanmaysiz, manyovrlarni qilib ketaverasiz. Haqiqatan yaxshi, qiziq mashina. Hali ham o'z o'rnidagi bir o'z o'rni bor, yaxshi mashinalar desak adashmaymiz. Aka, narxini nech pul dedik? 9 mingdan o'tib beramiz. Ana nimasi qanaqa? Nasiya, barter, naqd. Naqdga faqat. Xo'p, faqat naqdga ekan. To'lov usullari 9 mingdan o'tib beramiz. Telefon. Barter qilamiz Spark'ga. Barter bor-a? Spark'ga. Aka o'zlari nima deyapti? Bo'laveradi. Bo'laveradi. Bo'ldi, hozir gaplashdik. Barterga Spark, Gentra bo'lishaverar ekan. Gap yo'q. Kanallarga, YouTube'ga, Instagram, Telegramga. Xo'p, navbatdagi Spark mashinamiz avtomat korobka, rangi qora, yili necha edi? 2019. 2019 yurgani? 96 ming yurgan. 96 ming yurgan, kraska, petnosi bor. Petnosi qayerda ekan? Kapotning ichida. Oldi kapot uchida petnosi bor. Oldi kapot uchida petnosi bor ekan, hozir ko'rsatamiz uni ham. Xo'p, yoqilg'isi qanaqa? Gaz, benzin? Gazi bor. Gazi bor. Betanda? Xo'p, telefon raqam? 93lik. 93lik. 065 065 0550. 0550. Narxi nech pul dedik? 9 mingdan ozgina tushib beramiz. 9 mingdan o'tib beradigan joylarimiz bor. Nasiya, barter, Yo'q, naqd pulga. faqat naqd pulga. Bo'ldi, faqat naqd pulga savdolashamiz ekan akalar. Xo'p. Kraska petnos qaysi tomonda dedingiz? Ha, u bilinmas ekan. Ha, bilinmaydi endi baba. Mana bu joyda ozgina bir qarichagina suyak butun bu yoqqa o'tmagan. Ozgina nimasi bor ekan, petnosi bor ekan, lekin shu jonli ko'zga ko'rganga umuman bilinmas ekan. Haqiqatan umuman bilinmayapti. Akalar, hozir bozor aylanib yuribmiz. Tuningoviy Spark chiqib qoldi, ya'ni tuning bo'lgan chiroyli mashinamiz. Rangi qizil, yili necha edi aka? 2012 93 ming yurgan. Kraskasini Trelo kapotida kraskalari bor ekan. Yurgani qancha edi? 93 ming yurgan. Benzin, metan qanaqa yoqilg'isi? Metani bor, benzinda yuradi aka. Metani bor, benzinda ham yuradi. Ichlari salonni ko'rsatamiz, haqiqatan ajoyib. E'tiborimiz tortgan jihat tuning bo'lgan joyi bozorda ajralib, yaqqol ko'zga tashlanib turibdi. Moviy rangda. Qizil, moviy, sariq kombinatsiya chiroyli bo'lar ekan-a? Xo'p, mexanika deb aytdik, mexanika. Xo'p,
Narxi nech pul dedik aka? 6000 dollar. 6000 o'tib beramiz. Telefonimiz 94 94 lik 925 925 56 78. 56 78. Undan o'tib beramiz. Aytilgan summadan. Naqd, barter, nasiya qanaqa to'lov turlari? Barterga bor aka, xolos. Naqd pul bilan barterga bor. Barter qanaqa mashina bilan chiqishadi? Farqi yo'q. Farqi yo'q, bo'ldi aka. Ko'ringlar, telefon qilinglar. Juda ham chiroyli bozorda. Yarki bo'lib, ajalib turibdi. Tashqi salon bilan ichki salon rang kombinatsiyasi ham ajoyib, juda ham chiroyli. Innomarka mashinalarga o'xshab.